Assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Og'ayni og'allar. Yevropadan elengeli salom. Yevropa, Xorvatiya. Azam bilan yağmurlu hava başlandı. Kış mevsimi girib kelayotir endi. Ozgina bir qisqacha video atib beramiz. Görüp like'larni bosib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar. Xudo xolasa Yevropadan ma'lumotlarni, ishlarni ko'rsatib borishga harakat etamiz. Yevropa hakkındaki, Yevropada ishlab yurgan o'zbeklar, donish bilishlarni ko'rsatishga harakat etamiz. Ishlarini, nima ishlab yuribdilar, nerda ishlab yuribdilar, oyliklari necha so'm, hammasini Xudo xolasa bir yandan ko'rsatib borishga harakat etaman. Shuni qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kommentariylarni yozib turinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha kelaman degan yurtdoshlarımıza yardım etamiz. Ozgina bir ishlab yurgan ish joyimizni ham ko'rsatib boramiz. Yevropaga gelip Xorvatiyada kran edibdilar vallah. Bu yoqqa kelay. Kranochik. Uyalma videodan. Gelip ishlab yuribdilar Xorvatiyaga. Necha ekan ish? Umidjon beraga ozroq so'zla. İşlese bo'ladimi? Kelinglar, ishlanglar, keyfinglar, yuringlar, yashab. Keyfada yursami? Молодец. İşliyor. Buna kaça veresen bu yoqqa kel, xudoyor. Yine. Yine. Vallahi iş vakti kaçamam dedi. İş vakti kaç koymuyor, her badargin devam alış veriyor. Niye iş toplam? Yine. Neçik Xorvatiya yoqdimi, yoqmadimi? Zagonli pagoda acayip tuttu azı. Yağmurlu bo'lib turibdi. Yağmurlu pagoda boyup tuttu. Pagoda toza. Gap yok pagoda. Pagoda toza. Devansıya en işlet bir değerli. Hem seyahat hem iş. Var. Kolip ekin, kolip koy. Yağmurda ham iş yok. Bir de yağmurda işlemişler vallahi. Pese düşüp peste dem alıp yatınlar. Tiye iş toplam. Ben sana dem alıp yattığım vaxtımda kaçan çıkıp işlettirip koydum sana. Ha? Dem alıp yatkanların hem video kaçırıp koyamayın dedikine. Kanıyla